O'zimizni To'rtko'limizda shunday joy bor ekanini men o'zim ham hozir bilib qoldim. Xudo xolasa kelinglar birdan like bosib, yaqinroq o'tiringlar, sizlarga foydali va deyimli bo'lgan videoni ko'rsataman. Xudo xolasa 8 yoshdan boshlab 10, 11, 12 yosh ketaveradi. Qizlaringiz uyda telefon o'ynab o'tirmasin desangiz, mohir qo'lchalar degan nemiz ham ochilgan bu yerda, sayyorafamiz ochgan va kattalari uchun ham bor. Ayollarimiz, bemalol kelinlarimiz yoki o'qishib bitirgan qizlarimizga tikib o'rgatadilar. Eng zo'r mashinalarda xudo xolasa eng zo'rini o'rgatadilar. Xudo xolasa 3 oylik kurslar ochib qo'ydilar. Qabul boshlangan. Ma'lumot olish uchun ekrandan nomer qoldiraman sizlarga va qisqacha videolarni qo'yib ketaman. Hozircha Lenin ko'chada 2 yerda filiallari bor ekan. Men hozir birinchi filialda turibman, ikkinchi filial bugun ochilish bo'ldi. Men qatnasha olmadim, kech qoldim. Xudo xolasa sizlarga shundan ishlarni, qizlarga kelgan obzorni, videolarni qo'yib ketaman. Marhamat, kelaman, qizimni jo'nataman, yubaraman deganlar telefona bog'lanib qizlaringizni. Mana miskindan, buyani 50 qiladan hamidan kelib qizlarimiz o'qishib ketdi hozir tikisham. Eng zo'r mashinalar qimmat. Xudo xolasa shu yerda o'rganib, xudo xolasa yetuk eng zo'r tikuvchi bo'lib chiqadilar. Men ham bugun bildim, xudo xolasa shuni. 8 yoshli qizlarimiz telefon o'ynab o'tirmasin. Shu yerga beraman desangiz, ular ham mohir qo'lchalar degan ochganlar u yerda do'qish bilan ishlatadi. Munjiqlar, sumkalar, har turli hunar o'rganadilar. Xudo xolasa endi ayollarimiz uchun zo'r imkoniyat. Kelasizlar, xudo xolasa sizlarga 3 oyda chiroyli yetuk tikuvchi qilib chiqaradilar. Ekranda ma'lumot, xudo xolasa kollaboratsiya ham qilib qo'yaman. Instagramlarni obuna bo'lib qo'yasizlar ayollarimiz. Xudo xolasa kuzatib borsangiz, o'zlari ham zo'r videolar qo'yib boradilar.